Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda bizlar Robloxdagi 99 tun o'yinini o'ynaymiz. Hozir bizlar bitta o'zim maksimum umr yashab ko'raman. Hozir ko'ramiz qancha kun yashab olar ekanman. Hozir ketdik. Bitta odamni qilamiz. Все. Hozir bizlar kutishimiz kerak. Hozir o'yin boshlanadi. Ozgina oldi, ozgina ana kiryapti o'yinga. Endi bizlar mana o'yinni boshladik ana. Endi bizlar birinchi o'rinda yog'och kesishni boshlashimiz kerak. Yog'och kesishni boshlashimiz kerak. Hozir bu yerda menimcha ko'mir ham bo'lish kerak. Hozir ko'mirni qidirib ko'ramiz. Mana ko'mir turibdi ekan mana. Hozir olovni yoqamiz. Olovga borib yoqvoramiz. Savatcha olamiz, lekin bizga o'z savatcha вообще kerak emas. Men hozir tuxum yutishim kelganim yo'qda bu yerga. Hozir uylarni birim-ketin reyd qilib chiqaveraylikchi qani. Bu yerda 4 ta suchik bo'lgan, bu suchiklarni dirillatiganga solish kerak-da. Kerak bo'ladi. Dirillatiganga solib qo'yamiz bo'ldi. Mishok tushsa, yo'q, mishok tushmadi, mayli. Mana unaqa monetalarni yig'ib yurishga foydasini keyin aytaman sizlarga. Lekin foydasi почти tegmaydi. Foydasi tegmaydi deb o'ylaysizlar mumkin, lekin buni foydasi ancha kuchli bo'ladi. Hozir sizlarga nima qilib ko'rsatam. Undan hozir sotuvchi bor-ku, o'sha sotuvchidan nima olsa bo'ladi-da uni nima edi? Nomi esa chiqadi. Shkaf olsa bo'ladi. O'sha shkaf bilan polniy nima bo'ladi? Olovni polniy himoya qilsa bo'ladi. U himoya qilganda undan kurtislar o'tib keta oladi undan. O'tib keta oladi-da undan. O'tib keta oladi undan kurtislar. Lekin ular ko'rmaydi bizlarni. Ko'rmagandan keyin bizlarga ataka qilmaydi. Tushundinglarmi? Ko'rmagandan bizga ataka qilolmaydi-da. Ya'ni vazaga kira olmaydi. U ataka qilmaydi, prosta bitta joyda turadi. Agar uning yoniga yaqinlashsangiz, uni shkafga qaramay, shkafdan o'tib keta oladi. Bemalol o'tib ketadi shkafdan. Lekin uning yoniga bormaslik kerak-da, bormaslik turish kerak. O'shandan ancha ko'p kun yashay olamiz. Lekin bugun aniq rekord uradigan kunim bo'ladi. Aniq aytaman, rekord uraman bugun. Rekordni uraman bugun. Hozir rekordni urishim kerak aslida-chi. Rekord ancha kerak emas. Hozir men hozir 10x ga qo'yib qo'ysam maylimi shu videoni? 10x ga qo'yib qo'yaman-da. Bu videoni tushirish uchun akalar ko'p vaqt ketishi aniq. Men hozir nima qilaman? Hozir tezlikni oshirib qo'yaman akalar. Hozir juda ham ko'p vaqtlar ketib qolishi mumkin hozir bu videoni ko'rishni sizlarga. O'shaning uchun hozir keyin montaj qilib buni tezligini oshirib qo'yaman. Maylimi, hozir hammaga xayr deb turaman. Hozir 5 minutdan keyin, hozir 5 minutlardan keyin qaytamiz akalar. Maylimi? Unda tezlikni ko'ringlar.
shuncha povdadan keyin mana 308 kun umr ko'rgan, 308 kun. Bularni birimlab ko'rish uchun 2 soat vaqt ketadi. Agar baribir menga baribir desalar, Telegramga ko'p ko'rasiz. 2 soat bo'ladi. 2 soat. Keyin bu 7-kunlarda pauzani bosib qo'ydim. Pauza qilib qo'ydim. O'sha kuni, o'sha vaqt sabab nima? Telefon xotirasi to'lib qo'yishimda o'sha kun o'shani qo'ydim. Keyin ko'p o'ylashdi, oxirini keyin ko'rib bilib qo'yganlar. Agar bunaqa vijdoning o'zi ozman, uni hozir reydga chiqqan tashqariga o'g'ilay chiqqan. Ko'p poldalar bo'ldi, rostdan ko'p poldalar bo'ldi. Hozir yaqinda bitiramiz. Bundan ham ko'p so'zlar bo'ladi. O'zim yo'qman, ko'p agar vaqtim ko'p bo'lsa, bemalol so'zlar taqdirlab ko'rsatib tashlab yozib hech qanday ko'rib keta olmaydi. Hech qanday bittasi ham kirib ketmadi shu vaqtga keldi. Mana bunaqa narsalar nimaga yig'ib yursiz desalar, Kurdiston tushadigan narsa bor-ku, qizil narsa. O'sha narsa nimaga kerak menga? Ana qora zona bor-ku, qora zona. Skorpionlar bor. O'sha yerdan nima qilaman-da? O'sha yerni izlab yotgandim boyadan beri. Lekin topolmadim. O'shani bir qilib ko'ray debchi. O'shani faqat o'sha event nima kerakligini bilib olmadim-da. Shu uydachi 6-o'rin bo'ldi, endi chiqamiz endi. Mana bu narsani o'g'ilay hozir kerak bo'ladi, sababi hozir topib olishim mumkin-da bashniyasini. Kurdiston bashniyasi, katta bashniyasini. Ketdik. Boshqa lojim bola tarafga borib ko'raylik, o'sha tarafda balkim omad kelib qolar. Endi ketdik. Mana shu yerda qalam sotardik-ku, qalam olib ketay. Nima, filni qo'lga o'rgatamiz. Fil topsak qo'lga o'rgatamiz-da. Hozir men o'zim o'lgim kelib boryapman shu yerga. Yo'qayotgan o'ynayimga emas, o'zi. Bir talay vaqt o'ynadim, 316 kun o'ynadim. Zerikib ketdim-da bu o'yindan. Hozir orqamizdan panda qo'yibdim bo'ladi. Yo'q, panda qo'yibdim. Qani, bu joyda metallomlarni olib ketamiz. Bu joyda metallom ko'p ekan-a. Metallom bu joylardan xavfli bo'ladi, o'ncha xavfli bo'ladi. O'shani boyroq bo'ladi. Mana aptechkani qo'llanmayman. Ana o'rligim qoldik mana. Mayli. Hammaga xayr do'stlar. 300 necha kun ko'rdim? 316 kun, 316 kun ko'rdim. Hozir men aptechka bilan qilsam bo'ladi. Mayli. Hammaga xayr do'stlar. Men sizlar bilan bo'lganman ham it. Xayr, hamma omon sog' bo'lsin.